Assalomu alaykum hammaga. Bu oyda Titan katonimizni ustunovka qildik. Ko'mirga yonadi. Bunga shinegli varianti. Объемimiz 150 kvadrat topli pol. Mana bu yonishi mana. Ozgina pastlatib qo'ydik. Sababi tez ko'tarilib ketyapti podachasi. Mana 60 ga qo'yganmiz topli polligi uchun 5 minutda 10 sekund ko'mir tashiydi. Avval bu yerda mana shu holatda ekan yikkan edik. Elektrik katolimiz bo'lgan. Mana bu joyda o'zimizni ko'mirli ana bu qo'lbola katol bo'lgan. Uni chiqarib tashlab tashqaridan yonadigan qilgan edik. Bo'lmadi. Elektrik endi elektrda narx-navosini ko'ryapsizlar. Narxlar o'ta oshib ketdi. Shuning uchun buni bypass qoldirib olib liniyadan tashqariga yana ulab qo'ydik. Ko'pli polimiz mana aytdim yonganiga где-то 1 soat bo'ldi. Обраткасini ko'ringlar mana. 45 43 40. Sanoz elimizga o'chiq, bittasi o'chiq, bitta vetkasi qolganlari yo'q. Mana где-то 5 yil bo'lgan edi bu sistemamizga. Hozir mana yaxshi ishlab turibdi. Hozirgina ko'mir surdi bir qator. Yonishini kuzatib qo'yamiz. Mana yangi ko'mir surgani. Shu holatda. Kimga kerak bo'lsa shunaqa xizmatga aloqaga chiqaverasizlar.